Rossiyada bez dokument yurgan mehnat muhojirlarga amnistiyani 10-sentyabrgacha cho'zaytirilish haqida ma'lumot keldi. Ivanovo shahrida rus ayolini zo'rlagan migrantlarni qo'lga olishdi. Chita, Sochi va Petropavlovsk-Kamchatskda katta reydlar bo'lib o'tdi. Piterda o'z vatandoshidan 100 ming rubl o'g'irlagan ikkita o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya aholisiga har kuni 6 milliondan 7 milliongacha firibgarlar tomonidan telefonlar qilinmoqda. Rasmiy ma'lumot. Nijegorodiy oblastida terakt uyushtirmoqchi bo'lgan ikkita O'rta Osiyolik mehnat muhojir FSB xodimlari tomonidan otib o'ldirildi. Bashkiriyaning rahbari Radi Xabirov Bashkiriyada ishlayotgan mehnat muhojirlar haqida gapirib chiqdi. Rossiyaning Minpромторgning bosh vaziri Anton Alixanov Rossiyaga 2 million mehnat muhojirlar yetmayotganligi haqida gapirib chiqdi. Piterda mehnat muhojirlardan pora talab qilgan ikkita politsiya xodimi qo'lga tushdi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston fuqarolari uchun viza kiritishi mumkin. Millatchilar tomonidan mehnat muhojir taksistlar va kafeda ishlaydigan xodimlarga nisbatan reyd tashkil etildi. Yaqin vaqtda Belorussiya ham mehnat muhojirlarini o'z iqtisodiyotiga jalb qiladi. Rasmiy ma'lumot.